Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning chorshanba kuni 30-aprel 2025-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. Boltako'l degan joyda o'sha mollar birinchi sort yaxshisin chiqaradigan Abjabbar akamiz, Abror akamizlardan hurmatli do'stlar, yangi partiya yaxshi ishonarli mollardan bor. Qo'ldan kelgancha ular narx-navolarni yoritib beramiz. Ko'rasizlar. Sizlarga narxi va sifati to'g'ri kelsa akalar, bemalol behijolat shu 12 viloyatning bozoriga narx-navoni taqqoslab, ma'qul kelsa olaverasizlar akalar. Xudo xolasa shu paytgacha chiqqan mollar sotilyapti. Inshaalloh yaxshi joylarga yetib boryapti. Qayta mol olishyapti ola turgan odamlar. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilamiz. Yaxshi zo'rini olaman degan akalarimiz bo'lsa, ko'ngilni joyiga qo'yib kesalaring, ishni bitirib beriladi. Ko'rib baho beringlar. Havas qilgan akalarimiz bittadan like bosib, chiroyli izohlar kommentariyada qoldiraveringlar. Ko'pchilik kommentariyalarda yozyapti. Hammaga rahmat. Ishni boshlab oldik akalar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Abrorjon. Qalaysiz aka? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz. Rahmat. Xudo xolasa avvalambor assalomu alaykum obunachilarga. Aha. Xudo xolasa yaxshi mollarni olib chiqib qo'ydim. Birinchi qora hammasi 4 bosh bo'g'oz, 1 bosh sigirimiz bor. Mollarimiz ko'p. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraveramiz. Xudo xolasa narxlarni atrofga solishtirib, O'nakta viloyati bozoriga solishtirib olishaveradi. Narxlar yo'lida. Hurmatli do'stlar, narxlar yo'lida aytiladi, lekin arzon pulli mollar bas bular. Hisoblaring ishqsa savdo qilib olaverasizlar. Endi misol yaxshi narsa arzon bo'lmaydi-ku. Assalomu alaykum. Abdulloh hoji keling, sog'lashim charchamasdan. Charchamayapsizmi aka? Rahmat, sizga. Nima gap? Mana yuribmiz uka. Mana ko'rsatib beradi. Go'jaycha ham. Hech ham chiqarmadi. Obunachilaringizga, Abrorimiz obunachilarga ukali yaxshisi emas, bular zo'ri. Bo'lsa birinchi sortlari uka mollarni. Hali 10 yil olib, boqib, aza qilib bolasini olaman, sutini sog'aman deganlar. Baraka topaman degan niyatdagilar, ha? Hurmatli obunachilar, o'ylamaysiz-da, mol olishim kerak degan narsa bo'lmaydi. Olgandan keyin 10 yilda unutib o'raverasiz inshaalloh. Uni qarang, mana bu. To'qol varianti, Abrorjon xavfsizligi to'qol varianti. Ha, ko'rdim. Biz kelganiga allaqancha bo'ldi, mana yetildi. Xudo xolasa endi o'sha dehqonnikida uni o'sadi, xudo xolasa 10 yil, 15 yil foydalanadi. Endi nima deydi? Xudo xolasa kelajagi bor, yaxshi mol uka. Boshligi ham o'ta yuvosh mana. So'zkalarni ko'ryapsizmi? To'g'ri joy. Zot mollarda Zot molda Abror yuvoshlik zo'r. Zot molda kelgan bitta gap, hali obunachilar hali jaydari mollarga solishtirishmasin uka. Biz ham misol uchun mana bitta jaydari molni bolasi, yangi tug'ilgan bolasi 3 million hozir. Lekin bu zotli mollarda bolalari 7-8 million bo'lyapti. Endi hali narxini tafovut qilsa bo'lmaydi, u jaydari molga solishtirsa bo'lmaydi uka. Bola tomonlama ham, bolasi ham, enasi ham sut berish vaqti ham, suti ham ko'p bo'ladi-da zot molni. Shuni to'g'ri tushunasiz. ko'p bo'ladi. Ularga qaraganda. Gap yo'q. Xo'p, yebishtlari sinalgan mol, yaqinda kelgan mol bas. Nech pul bahosi? Qochirmay. Qochirmasdan hali nima bas uka? 41 million so'm ozgina kami bor. O'sha uzoq turgan hisobiga. Lekin buni kecha olib yo ilgari kuni olinganda unda narxi boshqa bo'lardi. Yetildi bizda boshqa bo'ldi. Mana 41 million so'm ozgina nimasini qilib beradi. Xullas ushab qo'l ushab savdo qilsa bitadigan holati bor. Ha, xudo xolasa bitmaydigan ishni o'zi yo'q uka. Abror aka, endi mana bitta narsada Alloh qodir qilgancha men chamaladim sutini. Endi hali tug'magan narsaga sut etmab bu deydi. Akalar, men sinovdan o'tgan. Rossiyskilar 15, 20, 25 litrgacha birinchi qorinda zot bo'lsa beraveradi. 15, 20, 25. Xudo xolasa balki 20 ta beradi, balki 15 ta. Zo'r qarasangiz balki 25 ta olarsiz. Alloh alam yo'q. Olib boring. Endi har jinda bor bunga. Tug'ishga bir 10 kun, 10 kundan oshadi. Endi soladi. Xudo xolasa. Endi Buni bitta yana sizlarga plus tomoni, men bular ham zo'r. Zagonga qo'yib yuboraverasizlar va boshqa sigirlariga qo'shib. ha, bemalol yo'llar zagonda. Anamni qarang.
Turg'azdan kelgan Rossiyadan. Keling, Avrorjon. Rossiyskiy. Buni kishini ko'rsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4 kurak. Birinchi qorin olma. Joydan tozasini ko'rasiz. Men hunarchilarimni kelajagini bu ha. Xudo xolasa mana. Haqiqiy xudo xolasa chempion. Zo'r bo'lib yetildi. Maşallah. Ya bunaqa mollarni ishqibozlari ko'paydi. O'sha ishqibozlardan bittasi Surxondaryolik Muhammad Amin akam. Rossiyskiy molni ko'rganda yuzi jilmayadi. Qarang buni kallasiga. Aka ibodatlar qabul bo'lsin. Ko'rib turgan bo'lsa. Mana, maşallah. Allohjon, xudo xolasa yaxshi bo'lib yetilyapti. So'skalari, yelinlari, orqa bellari ham oling. Hozir cho'rnib ko'rsatadi. Ha, tozasi. Turg'azdan kelganlar. Uje bir haftaga boram bo'lmaymi? Xudo xolasa bir hafta uzatib ketsa. Aha. Qaytarincha ekan bu. Mana bu. Suskalari hamma joyi kelgan bu. Bir de belini ham ko'rsatib qo'ying-da, Avrorjon. Shunchalik boqqan dehqonga rahmat. Mana bu. Qarang, oyoq qo'li uzun hali. Ingichka mo'l. Qani nima deymiz buni? Ancha turdi bu Avrorjon, hali kecha ilgari kun kelgan yo'q. Aytaman o'zimizda yetildi. Yevichanlariga hech ham tarafi yo'q. Xudo xolasa zo'r. Aha. Yetlarini ham ko'ryapsizmi? Zo'r mol. Molni zo'ri. Abror o'zidan ashnaqasini chiqadi uka mana. Egga. Obunachilaringiz ko'rishsin, xudo xolasa. Molni zo'r mashnaqa bo'ladi, chempion uka. Qani gapiringchi aka, o'xshatib gapiring, yo'q qimmat narxlar aytib. Yo'q uka. Kayfiyat tushirib qo'yma. 2 million bas uka. 46 million so'm kami bor buni ham. 46 kam bu. Xohlagan joyiga solishtirib olishaversin obunachilaringiz. Bozorgami, xo'jalikgami, xudo xolasa, hali to'g'ri kelsa, hali bizga nima qilsa sotamiz. Gap so'zim. Xolasa o'tgan safar ham yaxshi obunachilar o'zlari kelishdi. Qoraqalpog'iston, Taxiyatoshdan kelishdi Avrorjon. Aha. Ishdan olib berdik. Mana shu yerda o'zimiz dastlabkasini qilib, yulatib, chiroyli qilib, kelib ko'rib olishdi uka. O'sha mollar borib tug'di, mana bugun telefon qilib rahmat aytadi. Ikkovi ham novoz tug'di. Bitta gap aytaymi sizlarga? Ha. Olishda ham niyatga bog'liqda. Shum niyat qilib, alinaqa yomon narsalar o'ylamasdan, yaxshi niyat qilib, Xudoga shukr qilib, boqaversa baraka topaveradi. O'sha odam aytdi, uka atrofni ko'rdim. Solishtirib kelib olyapman. Ha, Alloh ziyoda qilsin. Alloh ziyoda qilsin. Akalar 20 litr sut beradigan 4-qorin mol bilan 1-qorin molni tenglashtirib bo'lmaydi. Bu ikkisi teng bo'lmaydi. Mana. Chunki bu kelajagi oldinda. Nechi kurak? Bo'ldi gap yo'q. Qani? Mana. Bu narigindan ko'ra bo'ydorroq, oq ko'proq variant. Nisbatan hurmatli do'stlar katta bu mol. Mashalloh. Ha, bu nisbatan katta. Aha. Yaxshi beradi, sutda bu ham. Xudo xolasa beradi. O'ylanmasdan olishaversin. Bular hali haqiqiy Abrorjon mana sutli mollar, o idishni soladi. Mana shu mana bitta po'chaq. Shali Tomonga tortinchi. O'ylari ham kichkina mollar. Bu mollar katta ham kichik ham emas. Standart o'sha akalar 140-145 sm plus minusda qolipida chiqadigan mollardan. Bular ha? Shunaqa qolip shu buni. Hali tuyoqlari yo'g'on. Gapiringchi. Nech pul bahosi akajon? Buni uka narxini 46 million berishaversin ham bunga. Bunga 46 berishaversin mana. Kamini qilib berasiz. Kamini qilib beramiz, xudo xolasa kamini. Jupigachi, bunday qarang, jupiga gapir. Bugami? Bitta biror aka portlatingchi jupiga. Bugunga 45,5 million so'm. Yarim parim qilmay, 90 million. Kamini qilib berasiz. Akalar jupiga 90. Buni ham bitta yetalak ko'rsatib beraylikmi? Farqi yo'q. Ha, yechikda jupini ko'rishsin-ta, Avrorjon. Ikkita olaman degan akalarimiz bo'lsa agar juplab Mana. bir ko'rasizlar. Mana qashqalarni qarang. Mana. Voy mashalloh. Mana. Bunisi qalinroq, bunisini o'charoq degandaqa gap. Omon. Yo past farq bilinmay ketar ekan, endi.
nimaga nima deydi? Vesga почти bir xil. Ha, masal xiyol balandroq. Oboring. Hurmatli do'stlar, savdolashib olinglar. Aytilgandan keyin sotilmaydi. 45 milliondan kami bor. Ma'qul kelsa savdo qilib olaverasizlar. Yaxshi ishonarli mol so'ragan akalarimizni xudo xolasa ishi bitadi inshaalloh. Akalar, bu mollar agar siz videoni 3 kundan keyin yo 1 haftadan keyin ko'rib turgan bo'lsangiz, telefon qilavering ekrandagi nomerga. Bitta ularda mollar bo'ladi zapas. Mabodani YouTube'ga chiqmay qolgan taqdirda ham mol bo'ladi hamisha. Shuning uchun videolarni o'tkazolmaslik uchun har doim bittadan like tikanda qilmasdan shu tomondagi obuna bo'lish tugmachasi bir marta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Mana ishimni Birinchi sizga yetib boradi. Siz ham berib yuboramiz, Sabrojon, mana shu bo'yiga ishini ko'ryapsizmi? Yozib to'xting. rosalamabdi hali. Hali chiqargan yo'q rosa. Yarimtadan. Nishiribdi. Bular zotda. Mashalloh. Oq, qorasi qora ekan, kellarni qarang. Ajjalo. Tishini ko'rsatmaganingizda birligiga shubha uyg'onib qolishi mumkin edi. Ajjalo. Bir hafta. Ro'jon mana. Yenindi orqadan ham, oldidan ham solyapti. Orqayu oldi fermalar, bu mollarimiz fermalarga ham, xo'jalikka ham tushaveradi. Hali o'ylanishmasin. Bir joyda boqsam oyoq bu mollarimizda xudo xolasa oyoq og'riq bo'lmaydi, Ro'jon. Birinchi o'rinda. Nimaki Galishten bas yo Galishten frizga gibrid bas. Tozalasiz-ku bu mollar. Galishten mollarida qasb beradigan yo'q, do'stlar. Lekin endi hali Galishten bo'lsa oyog'i og'riydi bas, Galishten sal oyoq borasida talabchanroq. Yaxshi e'tibor talab qiladi. Bularda lekin unaqa nima kam kuzatiladi. Bular endi vohaga ham, o'zimiz vodiy qayerga bo'lsa tushaveradi bu rossiyskilar. Ko'nikveradi, ko'nikkan mollar. Mashalloh. Havas qildim deganlar bittadan like bosib qo'yinglar. Okay. Qo'yil. Shal boqqan odamga rahmat. Yurgizavering-chi. Havas keltiradi. Ostini ko'rsating. Bu dimlanmaganmi, Ro'jon? Bo'g'oz. Ana. Hali chiroyli hisob beradi yana. Xudo xolasa rosa soladi. Nech pul baho qo'yamiz savdo qiladigan qilib? Narxiga uka 55 million desam ham yarashadi uka. Mayli, mana siz o'zingiz bilan birinchi nima qilishimiz hozir, nimadan keyin 52 million so'm uka kami bor. Savdo qilib olaveradi obunachilaringiz. G'ij-bij kam. Muomalasi yo'qsa 50 pastaj bitami? Muomalasi yo'qsa bitadi, xudo xolasa. Yurgizavering. Hadi. Bitmaydigan ishda o'zi yo'q uka. Xudo xolasa bor qilishaversin, bitadi. Bitkizasa savdo qilaverasizlar akalar. Ikkita olmayman, bitta zo'rani olaman degan akalarimiz. Endi buni hozir akalar tug'magan narsaga 30 ta sutga javob, 35 taga javob deb hali nima qilishdi keragi yo'q. Avvalo xudo qancha yozgan bo'lsa shu, lekin yaxshi sabab qilsa xudoyim ham quruq qo'ymaydi. To'g'rimi? Zo'r sabab qilish kerak. Olgan odam o'yin shiydan shunday chiqarmaydi bu mol. Ay jonivor, turishingga besh ketdim dedi. Qo'ylavering. Turibuni qarang janob. Ay jonivor. Stoykasi. Havas qilib qo'yganlarda iloyim 20 ta 30 tadan bo'lsin. Sig'may qolsa og'iliga. 10 ta ham deyvering. Hayır. 10 tasi ham mendayroq molni 20 tasini ishini qiladi-da. 20 tasini ber, mana 10 ming bosam. Gap yo'q. Akalar, endi bu mollarda xudo xolasa hali bir xilga insonlarga molla yangilik bo'lishi mumkin-da. Boqib yurgan odam juda yaxshi biladi. Buni 1 yillik 12 oylik xunojinni kerak bo'lsa 20 millionga talash bo'lyapti. Yaxshi zo'ri bo'lsa shunaqa 1 yilda bolasini o'zi 20 million bo'ladi. Eng qizig'i bunda akalar sut sotasiz, 7 oy, 8 oy zo'r sut beradi. Va yana qochirib mashg'ulotga olib qo'ying, o'sha aytilgan narxdan kam narx etmaysiz inshaalloh. Estonga simental gibrid sigirimiz.
Simentol qoni bor bunda, ne? Arqonga ham o'rnashmagan ekan jonivor. Zagonda o'shirib. Bolasini olib. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, qara. Birinchi qoringa Abrorjon. Birinchi. Yo'q, endi tish buzyapti. Mana bola. Qo'yamiz kurayini. Bola xonajin ekan, Bolasi xonajin. ha? Turishlar. 23 taga chiqdimi? 24 ta 23 ta beryapti. 23 ta. Masa bezlari jicha bor Abrorjon. Yana qaytsa xudo xolasa 25 tadan oshiradi. Qo'l apparat uka tanlamaydi mana. Yeb ichishi, sog'lomligi. To'rttalar tuyoq, to'rttalar nimasi hamma yo'g'iga chiqadi. Xudo xolasa nimasini qilamiz? Sinashiga beramiz uka. Haqiqat. Behijolat. Mol asli yeb ichmasa bu holatda turmaydi akalar. Ha. Bolasini qarang. Lekin endi xudo xolasa aytilgan ratsion bo'yicha boqsangiz o'sha sutni olaverasiz. Endi akalar oziqani turi ham ko'p bo'lish kerak-da, sut ko'paytirish uchun. Xudo xolasa Abrorjon avvalo nasib 30 ta beradi. Faqat jicha vaqt kerak unga. Hozir 23 ta 24 taga chiqdi, ko'payib. Aha. Tuqqaniga bir hafta bo'ldi. Qaniga? Ash bezlari yana jicha qaytib olsa ozgina yana beradi uka. Sutni ko'payadi. Mol yaxshi. 25 tani mo'ljallab olaversin ekanda bo'lsa. Behijolat olishaversin. Qo'l apparat tanlamaydi uka. Qochirmay aytingchi narxini aka. Narxini uka sizdan boshqasiga ham 50 millionda qiladi. Mayli siz endi kelib olsangiz uka 49 million so'm kami bor. 49 kami. Obunachilaringiz uchun 49 million so'm ozgina kami bor uka. Kami bo'ladi akalar, u kami bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Yeb ichadi, yuvoshligi, yoshligi tomondan hech nimasi yo'q. Yurgizaver aka. Bolasi akalar, mana shu buzoq inshaalloh mana bunaqa sigir bo'ladi-da. Molimizda Bir kun kel. gibrid kichkina mol bas. Az 1,5 dan kam bas. bo'yimi? Ha, bo'yimi. 49 dan siylab beraverasiz. 49 dan 2 olib sizlar beradi. Akalar aytilayotgan sutlarni o'zi jali yelinga qarab katta aytilgan yo'q. Endi ukamda suvesiz hali hammasi chiqib ketaveradi og'izdan, lekin bori berib turganini aytamiz biz. 22 ta, 23 ta hali yaxshi yegan kuni 24 ta. Endi ko'payyapti, ammo sutni beradi uka bu. Sutni moli. Endi buni 30 ta, 35 ta deb hali yo'q gap kerak, lekin beradi xudo xolasa. Qancha vaqt kerak. Vaqt kerak. Yana bir 10 kun, 15 kunda Olib boring joyiga. Olib boring. Akasiz. Hurmatli do'stlar, mana shu mol. Savdo so'zlaringdan savdolashinglar. Kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Hurmatli tomoshabinlar, ishonarli yoz sigir so'raganlarga. Molni zo'r uka. Estonga simental gibrid. Ko'rishsin molni. 25 ta sutga xudo xolasa. Hurmatli akalar, 25 litr sut beradigan ishonarli birinchi qorin yosh mol so'ragan akalarimizga erta kechiga mana shu yerda apparat bor. Ko'rsatib sinab keyin sotiladi. Ishqibozlari bo'lsa mana shu molni akalar har bitta viloyatni bozoriga taqqoslab savdolashib olaveringlar. Narxiga akalar 50 million 60 million narxlar eshitib mol olgisi kelmay qo'ymasin obunachilarni. 49 million so'm kami bor. 97 kodi bilan 819 66 55 7 ichki sog'lomligi yuvoshligi garantiyasi bilan sotiladi akalar. 97 819 66 55. To'liq videolari bugun 30-aprel YouTube kanalimizga chiqqan. Yana like bosib, chiroyli izohlar qoldiraverasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, bu molimizni mana sog' ko'rsatib berishyapti yuvvoshligini. Abadan shuni aytilayotgan narxlar muhim bas, savdolashib olinglar akalar. Hozir men bitta Instagramga short video olganimizcha ozgina paqirga sog'ildi. Shuning uchun noto'g'ri tushunishib bo'lmasin akalar. Molning yuvoshligi, yedi ichisi, sog'liq salomatchiligi behijolat ekan. Ko'ngilda to'qib kelaverasizlar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Boltako'lda akalar. Hozir bularni Instagram kanalimiz va short videolarga video qilamiz. Akalar, Instagramda ham bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Instagram kanalimizga ham o'tib obuna bo'linglar. Inshaalloh sizlarni zeriktirish niyatimiz yo'q. Yaxshi mollardan to'xtatmay chiqarib turamiz. TikTok kanaliga ham kirib turibsizmi?
Xudo xolasa 1000 to'ppalar. TikTokka ham obuna bo'lib bosinglar, hurmatli do'stlar. Abroruz desalaring chiqaveradi. Mana sog'ilyapti akalar. Shu paqir to'ladi aka. Paqir to'ldirib berishadi akalar. Abrorjon, molni zo'rini ko'rsating. Hali ancha-munchasalik havas qilgan odamlar bor-ku. Ha. Mashinani ham zo'rini minadigan akalar bor-ku. Ha. Akalarga. Yo'q. Hurmatli obunachilar, sigir olishda hali did bilan oladigan akalarimizni moli keldi. Mana qarang. Chizib qo'ygan singari. Moli go'zal. Somga o'xshab, chizganga o'xshaydi xudoning mo'jizasini qanday janavorni. Rossiyskiy sigirni birinchi sortidan, yaxshisidan olaman, yoshidan degan akalarimizga 2 kurak. Birekda videolarda boshqa mollar birinchi qorin desa ko'pchilik ishonmadi. Xohlasanlar Mana joyiga bitta tishini ham ko'rsataylik. tishigacha ko'rsatib berilaveradi akalar mana. Ko'rdingizmi? Evet, o'shani ham hali rostlanmagan. Ishquvozlari bo'lsa akalar, sraz aloqaga chiqinglar. 97 kodi bilan 819 66 55. To'liq videolar YouTube Abroruz kanaliga chiqqan. Like bosib, havas qilganlar chiroyli izohlar kommentariyada qoldiringlar. Faqat sizga ilindim jigar, maza qilib olib, sog'ib ichib, baraka toping. Hurmatli tomoshabinlar, uje yana mana qilib Instagramga video olganimizcha o'sha to'ldi bu. Bemalol ustida kelib ko'rib olaman degan akalarimizga ham ko'ngilni to'q qilib kelaverasizlar akalar. Tepaydigan, bu nuqsoni bor molni sizlarga mash mol deb tavsiya qilinmaydi. Hammaga omad, o'zi paqir to'ldi. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Ko'ngilni to'q qilib kelaveringlar akalar. Chaynalib turishni qarang mollar. Biri-biridan o'tadi, Alloh xolasa. Xudo xolasa telefon qilishsin.